Uchqunaga, Shohsaroy sizni shohona yashashingizga eshik ochadi. Mana menda 14 ta uy kaliti bor. Men ham eshik ochib berishim mumkin. Sizlarga Yunusobod 8-kvartalda Shohsaroy tarafidan qurilgan mana chiroyli kompleksimiz bor. Shu yerda 14 ta xonadon chiqqan, 40 kvadratdan 80 kvadratgacha nejiloy joylari ham bor. Kadastrlari tayyor. Shundoq notariusiylar, bugun desanglar, bugun ertaga desanglar, ertaga joylashgan joyi zo'r, maktab, bog'cha, hamma narsa bor. Hozir xonalarni birma-bir ko'rsataman. Mana mana yana bitta xonadon, mana ko'rayotganinglardek, oldi, bu orqa hamma yoqda oynasi bor. Mana mana kuxonniy zonalar, bemalol kuxonyani joylashtirib o'tiradigan joy qilib, mana bularni xonaga bo'lib olsanglar bo'ladi. Bemalol 3 xona zo'r uchadi. Endi kenglarni ham ko'rsatamiz. Mana mana eng 40 kvadratmi, 44 kvadratga bo'lsa kerak, 3 ta oyna joylashgan zo'r. Shundoq mana bunga bo'lib tashlaysizlar, bemalol 2 xonani qo'rsanglar ham bo'ladi. 53 kvadratli mana nejiloy joy. Mana burchaga tushgan oynali mana. Uzoqdan ham alakan do'konlar sizlar qo'l bilan ko'rsatishadi. Mana ichlari. 53 kvadrat. Bu yerda sразу narxini aytib ketaman sizlarga. Narxi bu yerda kvadrati 1,5 ming dollardan so'rashyapti. Kadastr hujjatlari tayyor. Mana ko'rganinglardek sizlarga ikkita xonadonni ko'rsatdim. 14 ta shunaqa xonadondan bor. Aytganimdek shu 40 necha durdan boshlanadi, 80 kvadratgacha bor. Bemalol olib o'zingizlar chiroyli qilib remont qilsanglar bo'ladi. Bu yerda уже remont qilib sotuvga chiqqanlari ham bor. O'zingizlar remont qilsanglar, tayyor remontdan bir 7 ming, 8 ming, 10 ming dollargacha ekonom qilasizlar. Xullas, 1 kvadratini 1160 dollarga so'rashyapti. Nejiloy narxi 1500 dollar kvadrat metr uchun. Kadastr hujjatlari tayyor, kaltlari bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Pastdagi nomer shu quruvchilarning o'zligining nomeri, o'rtada hech kim yo'q. Tamom.